Faberlik mahsulotlari modadan qoldi deganlar bekormi 20tasini Nimaga bunaqa deganimni esa video davomida ko'rib olasizlar. Faberlik Iseul seriyasi koreys texnologiyasi asosida yaratilgan. Terini namlantirish va chok-chok, ya'ni tabiiy yaltirab turadigan sog'lom teri effektini berishga mo'ljallangan mahsulotlardir. Yuz yuvish penkasi terini yumshoq tozalaydi, namlik balansini saqlaydi va kundalik foydalanish uchun juda ham terini tiklaydigan maska haqida eshitganmisizlar? Aynan mana shu siz ko'rib turgan maska uyqu vaqtida terini tiklaydi. Ertalab yuzni yumshoq va yorqin ko'rsatadi. Navbatdagi mahsulotimiz Peelingel haqida gaplashamiz. Peelingel bu nima? U o'lik hujayralarni tozalaydi va terini yangilaydi. Teri rangini tekislaydi. Poralarni tozalab, poralarni kichrayishda yordam beradi. Terini namlantiradi. O'lik hujayralarni eritib, terini silliq qiladi. Terini tinchlantiradi. Qo'limga ko'rib turganingizdek, bu gelni surtganda katishkalar hosil qilib, o'lik hujayralarni olib tashlaydi. Faberlik mahsulotlari haqida fikringizni kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin.